Xitoy Kommunist hokimiyati 2014-yildan buyon dinni xitoychalashtirish shuari ostida minglagan masjid va islomiy imoratlarni chaqdi yoki ularni xitoycha uslubga o'zgartdi. Xitoy ijtimoiy taratqularda tarqalgan rasm va sinlar Xitoyning Sharqi Turkistonda masjidlarga buzg'unchilik qilishni davomlashtirayotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Shuning bilan birga Xitoyning islomga qarshi siyosatlari tunganlar yashaydigan rayonlarga kengaygan. Uyg'urlarga qarshi kishilik huquq dafsandichiligi va irqiy qirg'inchilik bilan ayblanayotgan Xitoyning diniy e'tiqodga qarshi dushmanligimi o'ttirg'a chiqmoqda. İjtimoiy taratqulardan ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Henan o'lkasining Shangchang rayoniga joylashgan 600 yillik Nandun masjidining qubba va munorlari chiqib etilgan. Ming sulosining boshlarida selingan bu tarixiy masjidning 600 yildan keyin buzg'unchilikka uchrab, Xitoy uslubiga o'zgartirilishi diqqat tortdi. Ömre haj qilish uchun Saudiya Arabistonga borgan Hamdulla Vali ismli Uyg'urning Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelganligi haqida Turkiya Tashqi ishlar ministrligiga jiddiy chaqiriq qilindi. Egilinishcha, umr qilish uchun Saudiya Arabistonga borgan Hamdulla Vali Xitoy virusi yuqumiga qarshi tadbirlar sababli 9 oy Saudiya Arabistonda turib qolgan. Bu jarayonda uning 90 kunlik viza muddati to'shib ketgan bo'lib, 20 noyabr Saudiya Arabiston soqchilari tomonidan tutib ketilgan. Bu haqda bayonot e'lon qilib, Turkiya Tashqi ishlar ministrligiga yordam chaqiriq qilgan Sharqi Turkiston inson haqlari kuzatish jamiyati Hamdulla Valining Xitoyga qaytarilsa lager va turmaga qamalish, hatto o'ldirilish xavfiga duch keladiganligini ta'kidladi. Hamdulla Valining Turkiyada uzun muddatlik iqomat ruxsati bor bo'lib, Turkiya Tashqi ishlar ministrligidan uning bexatar holda Turkiyaga kelishi uchun yordam qilish talab qilindi. Kanadadagi eng chong o'qituvchi partiya Konservativlar partiyasining rahbari Erin O'Toole agar saylamda g'alaba qilib qolsa, Xitoyga qattiq qo'l bo'ladiganligi, Amerikaga o'xshash Xitoyning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklaydiganligini bildirgan. Uning ta'kidlashicha, u saylanib qolsa, Trudeau hukumatidek faqat savdo uchun Kanadaning bexatarlik manfaati, qimmat qarashi va ittifoqdoshlarini qurbon qilmaydi ekan. O yana Xitoyning Uyg'ur majburiy emgak mahsuloti haqida to'xtalib, buningda o'zining Amerikani ulga oladiganligini bildirgan. U bundaq siyosat majburiy emgak kuchlarini ishlatayotgan o'rinlarga qadar tekshirish elib berishni talab qiladiganligi, kanadaliklarning bundaq emgak sharoitida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotib olishni xohlaydi deb qaramaydiganligini bildirgan. Amerika Tayvan bilan iqtisodiy hamkorlikni oshirish uchun 5 yillik suhbat mexanizmi o'rnatish to'g'risida kelishim imzoladi. Amerika Tayvan iqtisodiy farovonlik hamkorligi dialogi deb atalgan kelishimga asosan, taraflar har yili yig'in chaqirib, uchur bexatarligi, yerim o'tkazgich ishlab chiqarish, mablag' selish, fan texnika qatorliq sohalardagi hamkorlikni taraqqiy qildirdi. Tayvanni o'zining zimini deb qaraydigan Beijing hukumati Amerikaning Tayvan bilan bevosita aloqasiga qarshi turdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin yig'indan burun bayonot e'lon qilib, ularning Amerika bilan Tayvan o'rtasidagi iqtisodiy suhbat yig'iniga qarshi turganligini bayon qilib, Washington hukumatini Tayvan bilan bo'lgan rasmiy aloqani to'xtatishga chaqirgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Taliban va Afg'oniston vakillari o'miki bilan ko'rishib, tinchlik musofasini muzokara qildi. Amerika Davlat ishlari mahkamasining bayonotiga qaraganda, Pompeo Talibanning siyosiy ishlar ishxonasining boshlig'i Mulla Birodar va suhbat guruhi bilan Qatarning poytaxti Dohada ko'rishgan. Afg'oniston vakillari o'miki bilan ko'rishgan Pompeo ikki tarafni suhbatni davomlashtirishga chaqirib, qo'lga keltirgan ilgarilashlarni maqtagan. Zo'ravonlikni azaytish, siyosiy yo'l xaritasi, uzun muddatlik va umumyuzlik urush to'xtatishni talab qilgan Pompeo, Afg'oniston xalqining 40 yillik urush va qon to'kilishidan keyin tinch va bexatar yashashi kerakligini aytgan.